Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qudratilla o'z Samarqand Amir Alius kanalining hurmatli va qadrli obunachilari. Xudo xolasa bugun biz Toshkent Qora aeroportida ziyoratchilarimizni kuzatishlik niyatida Toshkent Qora aeroportiga yetib kelamiz. Bugun dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi, 2-dan 3-ga o'tar kechasi bo'ladi fevral oyini. Ya'ni bugun qanaqa kecha edi qora aka? Barot kechasi. Barot kechasida biz turibmiz hozirgi vaqtda meni ziyoratchilarimizni Barot kechasida Makka Mukarramaga umra ziyoratiga kuzatyapmiz. Albatta ziyoratchilarimiz birinchi Jiddaga tushadi, undan keyin Madina Munavvaraga boradi. Hozir sizlarga video davomida albatta qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tamiz umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga. Anor hoji akamiz xudo xolasa yangi paketlarni tashkillashtirdi. Shu haqida hozir o'zidan qisqacha intervyularda qilib beramiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ishonchli litsenziyalangan firmadan ota-onalarni umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lsanglar yoki o'zingizlar bormoqchi bo'lsanglar, video davomida ma'lumot berib o'tamiz. Undan oldin bittadan like deb bosinglar, videomiz ko'proq odamga tarqaladi. Hoji aka, obunachilar bilan salomlashib olasizmi? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Albatta mana hozir Toshkent xalqaro aeroportida turibmiz. Vatandoshlarimiz umra ziyoratiga, xudo xolasa xursandchilik kayfiyatda, ajoyib kayfiyatlarni ko'tarilgan ruhda ularni umra ziyoratlariga kuzatib turibmiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa aytib o'tgandek Hoji akamiz Toshkent Qora aeroportida turibmiz. Keyingi reyslarimiz 9-16-kunga bizda faiz paketi va afzal paketlarimiz inshaalloh xizmatinglarda bo'ladi. 1200-1300 dan maxsus komfort darajasidagi paket bo'ladi. Komfort paketda borib turib topolmaydigan ziyoratlaringizda albatta bizni afzal paketlarimizda borib turib topsanglar bo'ladi. Buni to'liq ma'lumotlarni operatorlardan olsanglar bo'ladi. Umra ziyorati narxi qancha degan vatandoshlarimizga ekonom paketlarimiz $809 dan bo'lyapti. Standart paketlarimiz hozirgi kunda 1150-1100 dan bo'lyapti. Standart plus, ya'ni faiz paketlarimiz summasiga keladigan bo'lsak $1200 dan bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, to'liq ma'lumotlarni operatorlarimiz olsanglar bo'ladi. Buni farqini Amarjon hoji akamiz o'zi tushuntirib beradi. Hoji aka, farqini tushuntirib bersangiz, standart paket bilan afzal paket farqi nimada? Xo'p, ayni paytda standart paketlar hamma firmalarda mavjud. Bu firmalar Ramazon oyida agar boradigan bo'lsalar, ziyoratlar bo'lmaydi. Chunki shirkatlar avtobuslarni bermaydi. Lekin bizdan xarid qilgan faiz paketlari va afzal paketlarni xarid qilganlarga bu ziyoratlar to'xtatilmasdan davom ettirib xizmatlari a'lo darajada qilib beriladi. Bundan tashqari bir qancha qo'shimcha ziyoratlar bor. Qo'shimcha restoranlar, muzeylar bor, alohida boriladigan lokatsiyaga ega bo'lgan joylar borki, bu joylarga aksar holatlarda ko'pchilik bormaydi va bilishmaydi. Bu joylarni albatta bizdan faiz paketini, maxsus paketlarni, ya'ni faiz paketi afzal paketlarni xarid qilgan ziyoratchilarimizni mana shunday Saudiya Arabistoniga borganlarda go'zal suratda umralarni ado qilgan holatda ko'plab ziyoratlarni amalga oshirgan holatda olib kelyapmiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bitta guruhimizda afzal va faiz paketlarida 3-4 odam ziyoratchilarimizning xizmatida bo'ladi. Bu yerda meni bitta 50 boshi borib kelguncha qaramaydi. Bu yerda 5-6 odam xizmatda bo'ladi ziyoratchilarimizni. Bu yerda restoranlar tashkillanadi. Undan tashqari eng asosiysi qaranglar, mana ravza ochiq bo'lsa, mana standart paketlarda hozirgi kunda ravza berilmayapti, xabaringlar bo'lsa standart va ekonomlarda, lekin bizni immuniy maxsus paketimizda ravzaga konkret olib kiriladi. Shuni garantiyalaysiz o'ziga? Xudo xolasa shu vaqtgacha afzal va faiz paketlarda borgan ko'plab ziyoratchilarimiz hammalari umra ziyoratlariga borgan bo'lsa, ravzaga tashrif buyurmoqdalar. Hurmatli obunachilar, xabaringlar bor. Aytib o'tganimdek, standart va ekonom paketlarimizda umra ziyoratiga ziyoratchilarimiz ketyapti, lekin ravzaga kirisha olmayapti. Buni sababi nima deydigan bo'lsalar, o'z nomi bilan ekonom, standart urovini bir xil bo'ladi. Shuni hisobiga ko'p vaqtlarda ravzaga olib kirishlik iloji bo'lmayapti, lekin biz immuniy maxsus paketimizda afzal faiz paketlarimizda ketgan ziyoratchilarimiz konkret ravzaga kiradi. Ravza ochiqmi? Ko'zi odamlar ravzaga kirib ketganini ko'rib turibdi ziyoratchilarimiz. Konkret kiradi. Bunga albatta Anvarjon hoji akamiz o'zi javob qiladi, o'zi lavz qiladi mana shu videoda. Immuniy bizni paketga ketgan ziyoratchilarimiz ravza ochiq bo'lsa-lar olib kiradi inshaalloh 50 boshlarimiz. Shu narsani garantiyaysizmi? Xudo xolasa inshaalloh nasib bo'lsa, afzal va faiz paketlarimizga borgan ziyoratchilarimiz hammalari mana shunday ravza-i sharifga tashrif buyuradilar xudo xolasa. Xabaringlar bor, hurmatli obunachilar, Madina Munavvaraga borishlikdan asl maqsad payg'ambarimizning ziyorati bo'ladi. Endi borganga yarasha ravzaga kirib, jannat bog'laridan bir bog'dir degan joyda 2 rakat namoz o'qib kelishlik menimcha ko'pchilik ziyoratchilarimiz orzusi bo'lsa kerak. Chunki Madinaga borishlikdan maqsad ham o'zi shuda, u yerda gastitsida yotish emas, ovqatlanish emas, faqat ko'rib kelish emas. Immuniy payg'ambarimizning qabrining yonida namoz o'qib kelish. Bu joyda jannat bog'laridan bir bog'dir degan joy bor, xabaringlar bo'lsa, payg'ambarimizning qabri bilan minbarlarining o'rtasida. Albatta bu haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz, hoji aka o'zingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mening uyim va minbarim o'rtasi jannat bog'chalaridan bir bog'dir deganlar. Ya'ni jannat bog'chalaridan bir bog'cha. Ya'ni Madina Munavvarada borilishi kerak bo'lgan
bir qancha ziyoratlar bor. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjidi Nabaviy masjidi va undan tashqari Ravza-i Mutahhara bor va Uhud tog'lari bor, Qubo masjidi bor. Madina Munawvaraga borgan inson albatta bu joylarga borishligi kerak. Ya'ni borganida mana shu joylarni ziyorat qilsa, Xudo xolasa, eng go'zal joylarga borgan hisoblanadi. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa sizlarni 24 soat xizmatinglarda bo'lamiz. 21 kunlik, 1 oylik, 14 kunlik umra ziyorati sizlarni kutmoqda. Pastdagi raqamlarda batafsil ma'lumot operatorlardan olsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa, hozirgi vaqtda albatta Toshkent xalqaro aeroportida ziyoratchilarimizni kuzatyapmiz. Ziyoratchilarimizning xizmatidamiz inshaalloh. Biz 24 soat aloqadamiz. Afzal va fayz va baraka paketlarida umra ziyoratiga biroq umoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz faqat pastdagi raqamdan biroq qilsanglar bo'ladi, chunki bu paketimiz patentlangan. Boshqa firmalar, boshqa tur agentstvalar bu paketlarni tashkillashtira olmaydi. Shuni hisobiga hurmatli obunachilar pastdagi raqamdan to'liq ma'lumotni olib, operatorlardan o'z joylari biroq qilsanglar bo'ladi. Bittagina Zagram pasport bilan albatta sizlarga eng yengilli joyi Qora akam o'zi aytyapti, video davomida gaplashib turdik. Toshkentda bir kunlik gostitsani besplatniy qilib beraman deyapti. Agar 5-6 soat, 10-15 soat oldin Tojikistondan, Vohadan keladigan bo'lsanglar, Toshkentda bir kunlik gostitsalarda Amarjon hoji akamiz o'zi yonlaridan to'lab beradi. Kelib bemalol dam olib, registratsiyaga yaqin aeroportga chiqib, 3 ketsanglar bo'laveradi. Albatta 50 boshimiz aeroportda kutib oladi. So'mga kamzur berjik, qaytaganda 5 litr zamzam beriladi. Yosh kattalar, yurishga qiynaladiganlar bo'lsa, nogironligi bor vatandoshlarimiz bo'lsa, aravachalarda 50 boshlarimiz qilib beradi. Inshaalloh biz 24 soat xizmatda ishonchli qonuniy firmadan bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz bittadan like bosinglar, pastdagi raqamdan o'z joylarini biroq qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, inshaalloh biz xizmatinglarda bo'lamiz.